Assalomu alaykum, Espresso podkastini kuzatuvchilari, chatlamayapsizlarmi? Xo'p, yangi podkastimizga o'zishga keldik. Ko'rib turganlaringdek lokatsiyamiz o'zgargan. Oldin Kolizeyga yaqin joyda yozadigan bo'lsak, hozir ham shunaqa tarixiy joylardan bittasi, tarixiy parklardan bittasimiz. Rimda Akveduklar haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. O'shalarni o'tgan yo'lida turibmiz hozir. Va bu joy turgan joyimiz Rimdagi ikkita katta aeroport bo'ladigan bo'lsa, bittasi Fiumicino, ikkinchisi Ciampino. Biz hozir Ciampinoga yaqin hududda turibmiz. Agar podkastimiz davomida yuqorimizdan har xil samolyotlar uchib o'tsa, e'tibor bermaysizlar, sababi aeroportga yaqin joyda turibdi. Har doimgidek uchaveradi. Har doimgidek Mo'min, men podkastimizni boshlaymiz. Sizlarga esa ma'ruflik hozir. Boshlashdan oldin like, podpiska hozirdan bosib qo'yinglar, chunki bosganlaringga arziydigan gaplar bo'ladi, xudo xolasa. Qishki olimpiada Milan Cortina qishki olimpiadasi boshlandi. Bir 2 kun bo'lib qoldi. Birinchi shu olimpiada haqida to'xtalib o'tsak bo'ladi, chunki baribir olimpiada qishki bo'ladimi, yozgi bo'ladimi, dunyoni birlashtiradigan miloddan avvalgi davrlarda boshlanib, haligacha davom etib kelavergan dunyoda umumiy qolgan urf-odatlardan bittasi. Bu hamma uchun bir xil. Xuddi shu 2024-yilda yozgi olimpiada o'yinlari Parijda bo'lgan bo'lsa, 2026-yilgi yozgi olimpiada o'yinlari Milan Cortinada bo'lib o'tyapti. Unda hamma davlatdan deyarli vakillar, delegatsiya kelib, sport o'yinlarini boshlab yuborishdi. Ochilish marosimlaridagi farqlar haqida gapirib ketmoqchi bo'lsam, shaxsan o'zimga ta'sir qilgani Italiya o'zini madaniyatini, o'zini kulturasini, o'zini kuchini hali ham saqlab qolgan davlat ekan dunyo siyosatida. Nimaga bu gapimni aytyapman? Eslaringda bo'lsa, 2024-yilgi yozgi olimpiadalar Parijda bo'lganda ochilish marosimi juda bir boshqacha usulda o'tkazilgan edi. Har xil atta siyosiy o'yinlar, siyosatni tiqishtirib ketish, shunga o'xshagan narsalar bor edi. Italiya juda chiroyli tashkil etdi marosimni. O'sha asosiy ish dunyoga mashhur Giorgio Armani brendi orqali amalga oshirildi. O'sha Italiya bayrog'ida har juda ko'p kolleksiyada, miqdorda odamlar, qizlar ayniqsa chiroyli kiyinib, solidni kiyinib, o'sha Italiya madaniyatini, dizaynerlik sohasida nimaga dunyoda birinchi o'rinda turishlarini mesej berib ketdi. Va unda O'zbekiston delegatsiyasi ham tashrif buyurdi. Endi bizda qishki olimpiada o'yinlariga tashrifda delegatsiyamiz soni yoznikiga qaraganda kamroq bo'ldi. Baribir endi O'zbekiston iqlimiga qaraganda yaxshi ham bor. Misol uchun Hindistondan 2 tagina odam keldi. Butun davlat nomidan, bo'lmasam dunyoda eng ko'p aholiga ega davlatlardan bittasi. Agar birinchisi bo'lmasa. Qishki sportdan boshqa muammolar yetib o'tdi davlatga. Shunaqa. Hozir endi davom etyapti. O'zimizdan kelgan sportchilarga hammalariga omad tilab qolamiz. Olg'a O'zbekiston, italyanchasiga Dai Uzbekistan. So'z navbatini mana Mo'minga bersam. Nima deysiz shuna? Qanaqa yangiliklar sizda olamda siz bilgan? Endi men olimpiadani qisman bo'lsa ham kuzatib boryapman. Shunga endi olimpiada haqida bu katta yangilik Italiya uchun. Tak. Menda yangilik nima soch olildi oxir-oqibat. Yarim yil deganda. Bu men uchun katta yangiliklardan biri. Global yangilik bu. Xo'p, bundan tashqari nimalar bo'ldi masalan? Masalan, kecha katta avtostradada GTA in real life bo'ldi. Ya'ni GTA 5 o'ynagan bo'lsangiz, yuraverasiz kartada, shunday bitta metka chiqadi. Keyin u nimani metkasi bo'ladi? Kesh ortilgan vanna metkasi bo'ladi. Borasida haligi
lipuchka bombani yopishtirib, bitta bo'lsa portlatib kechda olib qochasiz. Kecha ayni mana shu kun davomida soat 2-3 atrofida avtostrada, Rim avtostradasi bloklanib, kech olib ketilayotgan van to'xtatilib, portlatib, ichidagi kechni olib, otishma bo'lib, karabinierlar bilan. Kechni olib qochdi haligilar. Serious. Kunduzi. Kechqurun Yo'q. qilishmadi, bankda bor bo'lmasmadi. Shunday yo'lda ketayotgan o'sha vanni to'xtatib, otishma ro'y berdi. Misol uchun 2023-yilgi statistikada Rim umuman Yevropaga sayohat qiluvchilarning 65% Italiyani aynan Rim shahrini tunda yurish uchun eng xavfli shahar deb topishgan. Yo'q, 2023-yilda Rim shunaqa, misol juda xavfli shaharlar ro'yxatiga kiritiladi. Lekin butun Rim shunaqa degani emas bu o'zi aslida. Misol o'sha eng mashhur biz doim ta'kidlab keladigan Termini va shunga atrofidagi hududlar juda xavfli hisoblanadi. Ayniqsa kechqurun soat 10 dan keyin odam kam, tekshiruv, nazorat kam paytlari u joy uyg'onadi. Kechqurun Termini yoki Rimga kelsanglar Termini, San Lorenzo degan zonalarda yurmaslikni tavsiya beraman. Endi baribir joylarda ichkilik, maishat ko'p bo'ladi, shuning uchun jahl kelganda aql ketadi deydi. Mast bo'lganda ham aql ketadi o'zi aslida. O'sha uchun kafolatli joy emas u joy tinchligiga. Hozir ham o'zi aslida xavfli, lekin kechqurun baribir misol men borsam yoki bilgan odam borsa savol javob qilishi mumkin. Turistlarni ular bittaga payqaydida. Endi qanaqa yurishga ham bog'liq. Endi chet elga chiqqanda baribir ham narsalarga ehtiyot bo'lib, Yonlaringda misol Yevropaga sayohatlaringda qaranglar, bitta yaxshi maslahat berib ketaman. Endi sayohat qiladiganlar juda ko'p, men aqllilik qilish niyatim yo'q. Yangi. Biz Espresso yangi, auditoriyamiz yangi, yosh auditoriya. Chiqayotganlaringda har doim pullaringni kartada olib yuringlar. Kartada ishonchli joyda saqlanglar-da. Kartalaringni hozir hammada zamonaviy telefonlar bor. Ulab olinglar paymentni telefonga. Ya'ni telefon doim tushunchalaringda bo'lar. Eng ko'p xavotir oladigan, eng ko'p qo'llaringda yuradigan narsa telefon. Undan o'g'irlab ketish, hali qilish qiyin-da. Shuning uchun kesh olib yursa, sumkasiga solish kerak bo'ladi yoki bir sportivkasi, kostyumiga solsa, qandaydir oson-da, yoqdan pul yechib ketish. O'sha uchun keladiganda kartada pul solib kelinglar. Ayniqsa Yevropada yevro solib kelinglar, dollar ko'pchilik qabul qilmaydi, ko'p davlatlar. Shunaqa. Nimaga pulinglarni solib kelgan taqdiringda ham ehtiyot bo'lib, tik turib hamma narsaga yursanglar yaxshiroq. Baribir ham nima bo'lgan taqdirda ham har xil odamlar bor. Endi hozir bitta narsa aytib ketdim. Chetga chiqqanda baribir o'zini местный aholisi, o'zini o'sha shaharda yashab tug'ilib katta bo'lgan odamlari musofir yoki chet elliklarni bittada payqashadi-da. U rangidan, irqidan emas, u prosta o'zini tutishi, kiyinishi bittaga ular hidlaydi. Misol uchun men boshlasam misol keltirishdi. Birinchi Italiyaga kelganimizda avtobusga chiqqanmiz. Bilet olmaganman. Ya'ni bepul deb aytishgan yo boshqa qilgan, ya'ni esimda yo'q. Avtobusga shu turib chiqqanman. Shoninglar avtobusga kontrol chiqdi, tekshiruvchilar chiqdi. Endi bilet tekshiradi, agar biletingiz bo'lmasa shtraf soladi. Shu xodimlar chiqdi-da, to'g'ri yonimizga kelyapti-da. Naplida bo'lgan. Napliga futbol Liverpool bilan Napli o'yin ko'rishga borayotganimizda shu holat bo'lgan. To'g'ri premyoy bizning oldimizga kelyapti-da, hech kimdan so'ramasdan. Ya'ni ular birinchidan sizni chet elligingizni, shaharda yangiligingizni bilar. Ikkinchidan 70 ga 30, 70% biletingiz yo'qligini ham taxmin qilib biladi-da. O'shanda bizga shtraf solmoqchi bo'lgan, keyin chiqib ketganmiz vaziyatdan baribir. Uncha joyda shtraf soldirmaganmiz bunaqa vaziyatlarda. Solganda ham to'lamaganmiz. To'laganman. To'lanmagan shtraflarimiz yo'q. To'lamagan shtraflarimiz yo'q. Yo'q. Yo'q, endi bu temada masalan
Boya uchib ketdi-yu, insofsiz. Bu quruq qiladiganlari ham bo'lar. Mana shunaqa bo'lmasa bo'ladi. Atak bu gapingizni chalg'imasangiz montajda kessa bo'ladi shovqin. Katta chalg'imaydi. Gapni yaxshi chalg'ityapti-da. Lekin mana yaxshigina chalg'ityapti. Xo'p. Ikkinchi dunyo urushidagi kinolarda samolyot uchib ketadi. Xuddi o'shanaqa. Shunaqa ovoz kelyapti. Parrayli. U pulemyotda ovozi. Shunda endi aytolmanda uchib ketayotganda pulemyotlarning ovozi ana urush janjal bo'layotgan. Mayli. Shu temada gaplashayotganimizda masalan aytdik turistlarni sразу sezishadi, chet elliklarni sразу sezishadi, ehtiyot bo'lish kerak deb. Endi bu narsa faqat turistlar uchun emas-da. Bunday olib qaraganda Italiyada yo bir eshitishimiz bo'yicha ko'p Yevropa davlatlarida balki student bo'lib yashayotgan jarayoningizda ham sizga bu narsa o'ta kuchli rol o'ynaydi. Masalan, aytaylik, birinchi ofitsiant bo'lib ishlashni boshlagan joyimizni esingizdami? Albatta. Otel restoranida ekstra bo'lib, qo'shimcha yordam bo'lib borganmiz. Endi o'tda 1-2 oy ishlab, o'zimizni yaxshi ko'rsatib, tanishib, o'rtoqlashgandan keyin sharoit o'zgargan, lekin birinchi kunlar endi nima deydi? Men sal soddaroq bo'laman, unaqa narsa ko'nglimga tez tushmaydi, bilmay qolaman. Bahodir sразу tushunadi, sразу yopishadi bu narsaga. Aytib bersangiz, endi Bahodir nima bo'lgandi birinchi kuni? Xullas, borganmiz. U payti italyan tilini 10% ham bilmaymiz. I harfini yarmini bilamiz. Lekin sal-pal bilamiz baribir. Keyin bizani ishga chaqirgan odam xo'p, o'zi Xitoydami, Yaponiyada o'qib kelgan, ingliz tilini yaxshi biladigan bola edi. Bizani ishga chaqirgan, ish topganmiz. Xullas borganmiz, yaxshi kutib olgan, o'zi pastga tushib, chiroyli gaplashib, tanishib. U yaxshi kutib olganki, u dunyoni ko'rgan bola edi-da. Kechirib qo'yasizlar, lekin Yaponiya ham mehmondo'st emas-da, bunaqa temada. Endi joyiga, odamga qarab. Endi hamma joyda bor misolida. U ham tajribasidan o'tkazganda, ya'ni nima demoqchiman, u ham musofir bo'lib ko'rgan, chetda, umuman boshqa madaniyatda yangi bir odam sifatida borib yashab ko'rganligi uchun bizani yaxshi kutib olgan. Kirganmiz, hammasi italyan, ingliz tilini umuman bilmaydi. Poveri ham, xizmatkorlari ham, ofitsiantlari ham. Shunda sekin-sekin tema qilishni boshlashganda, xullas. Har xil bir xil gaplar bilan ana uni qilib, mana buni qilib. O'zi aslida u qilinish kerak emas, ishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi bir marta qilish kerakdir deb o'ylaysiz-da, boshida. O'zi shunaqa qilinish kerak ekan deb o'ylaysiz. U o'zi ikkinchi marta bo'layapti, sezasiz-da, uni hidlaysiz. Keyin bitta bizaga biriktirilgan bola bor edi. Hazilkash, yaxshi, tabiatdan yaxshi bola edi, lekin u ham rimlik bola. U ham Italiyadan boshqa joyga chiqmagan, chiqqani ham bir qadam Barselona, mana shu joylar, o'ziga yaqin madaniyatga borib kelgan bola. Xullas, italyancha malandra degan so'zni ishlatyapti-da bizga. Malandra, follow me deb yurganimiz tamom. Endi biz o'ylayapmiz, hazil qilyapti deb o'ylaganman. Uncha e'tibor bermaganman. Malandra desa, men ham malandra deganman. Malandra degani jinni, tentak, qo'pol qilib aytganda loh degan so'zda. Shunaqa qilib yurgan, moslashgungacha ancha baribir odam ajratib, ustimizdan kulib, shunaqa joylari bo'lgan. Ya'ni ishxonaga atmosferasiga to'laqonli moslashib ketgungacha. Xullas, 1 yil o'tdi. 2-yil boshlandi. Xuddi shunday italyan tilini bilmaydigan yangi ishchi keldi. Endi men bilaman u vaqt italyan tilini, ozmi ko'pmi o'rganganman. Ishchi keldida u bolaga hali bizlarga biriktirilgan bola yana malandra deb kulishligini keyin bilganman. Ya'ni yangi kelgan bolaning ustidan kulyapti-da u. Просто tak hazil qilib, bratishka, bu yoqqa demayapti-da, kulib yuribdi-da ustidan.
Keyin deganman, sen meni ham ustimdan kulgan ekaningda o'sha vaqtda. Men seni do'stim, o'rtog'im deb qabul qilganman. Toza ko'ngilli, hazilli, Ha. bir yaqin olib gapirganda o'ylaganmizda. deb o'ylaganmizda uni. Qurilda o'sha atmosfera ichida bizlar bilan gaplashadigan ham o'zi o'sha bola edi. Keyin tushunib yetganman, bu ham boshida baribir rasistlik qilganda. Shu o'rinda bitta savol. Ryanair'da o'zi eng kattalaridan bittasi uchib ketdi. Buni katta uchmasdi Ryanair'da. Xo'p, shu o'rinda sizga savol. Ana 4 yil Italiyada yashagan bola sifatida. Italyanlar o'zi rasistmi? Haligi irqchiligi bormi? Millatchiligi bormi? O'zi sizcha irqchilik bilan millatchilik qayerda tutashadi? Ikkalasi farqi nimada? Ikkalasi qachon bir-biriga tutashadi? Xo'p. Bergan savolingizga bundoq qaraganda sal murakkabroq savol. Nimaga desangiz, masalan, Italyan xalqi o'tgan epizodlarda gapirganimizdek o'ylamaydi ko'p odam, lekin bizning madaniyatimizga o'ta ko'p yaqin joylari. O'ta ko'p. Oilani ustunligi, birga nima qilish, masalan, qo'shnichilik bor. Yaqin odamlarga yordam berish bor, bir nima deydi? Qarindoshdan hol-ahvol so'rash bor. Hol-ahvol so'rash bor. Notanish odam qiynalayotganini ko'rsa, baribir ham borib, hech narsa qo'lidan kelmasa ham yaxshimisan deb so'raydi. Dardini so'raydi, nima qiladi. Lekin boshqa bir muammo kelib chiqadiki, ming bir masalan 95% odam oq ko'ngil, yaxshi, chiroyli ish qilib yuradigan odam bo'lsa ham 5% bor, haqiqatdan siz aytgandek irqchi rasist. Italyan bo'lmaganlarni yomon ko'radi. Masalan, hozirgi zamondagi internetdagi propagandaga uchib, bu yomon, bu yaxshi, men zo'rman, sen yomonsan degan gaplarni aytib yuradi. Endi u kamchilik. Ko'pincha uchraydigan muammolardan bittasi endi mendan kelib, men shunaqa ko'rib tushunib nima qildim? Yaxshi yordam bergisi kelgan taqdirda ham siz agar uni tilini gapirmasangiz, dardingizni tushuntirib, undan yordamni ola olmasangiz, u odamni o'zini dardi bor, hayoti bor, sizga o'tirib turib taza qilib bermaydi. Keyin endi shu muammolardan, tildan kelib chiqadigan muammolar o'zini rasizmga o'xshab ko'rsatib yuboradi ko'pincha. Lekin bundoq olib qaraganda, hozir Rim shahri ko'p immigrantlar ko'p bu shaharda. Shu hamma immigrant ham o'zini bir odamga o'xshab tutmaydi, qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun ham ko'p fikrlar radikal tarafga yaqinlashib ketgan. Shunaqa. Endi men shu narsani tushunib yetganman. Uni hamma aytgan, lekin o'zi tushunib yetmaguncha ko'p narsani bilmaysiz-ku. Haqiqatligini tushunib yetmaguncha. Men o'zim uchun shuni ham baribir kashf qilganman. Millatni yomoni bo'lmaydi ekanda. Odamni yomoni bo'lar ekan. Millat, misol, yaxshi odam jahon urush paytlari o'sha Germaniyada ham bo'lgan. Yaxshi odam hozir misol ozgina siyosat bo'lishi ham mumkin, lekin Isroilda ham bor. Tushunyapsizmi? Hamma joyda, misol hozir urush ketadigan hududlarda katta hit ketyapti-da. Misol Rossiyaga qarshi yoki Isroilga qarshi katta hit ketyapti. Unaqa bo'lmasligi kerak o'zi aslida. Misol odam yomon bo'lishi mumkin, rahbar yoki qilinadigan siyosat yomon bo'lishi mumkin. O'sha narsani tushunib yetganman. Xullas, Italiyada ham shunaqa odamlar yaxshi, qachonki tilida gaplashsangiz baribir. Ya'ni uni tilida gaplashsangiz, tilni qadri shu darajada baribir baland Italiyada. Keyin tilni men o'ylayman, buni men izlanib aniq faktga ega emasman-u, men o'ylashim bo'yicha qaysidir davrda baribir hukumat tilda siyosat darajasiga olib chiqqan.
haligi madaniyatlashtirish dunyoda italiano, buongiorno, pasta, pizza kimni aytsangiz, americano, cappuccino. Misol mani o'rtoqlarim chao borsam cappuccino bir balola deydi-da. Til o'sha darajagacha yetib borgan boshqa xalqlarga-da. Endi boshqa xalq O'zbekistonni bir joyda hali Italiyaga kelmay turib yoki dunyoni ko'rmay turib, lekin chao italiano, cappuccino deb menga aytyaptimi? Albatta italyanlar o'zi tilini qattiq hurmat qiladi, tilda gapirishni xohlaydi. Italyan madaniyati, tarixi brend darajasiga. Brend darajasiga olib chiqish ustida aslida ishlangan, menimcha bu tabiiy bo'lib qolmagan. Ya'ni ham tabiiy bo'lgan bo'lishi ham mumkin, baribir asrlar davomida Yevropani nazorati Rim imperiyasida bo'lgan. Hozirgi zamon haqida gapirayotgan bo'lsak hamda baribir e'tibor hozir O'zbekistonda ham misol o'zimizda til davlat darajasiga olib chiqilgan. Tilga e'tibor majlislar yoki katta nimadirlar baribir o'zbek tilida olib borilishga harakat qilinyapti. Shunga yarasha ishlar olib borilyapti. Men shu narsani tushunganman, xuddi shunaqa. Agarda bitta davlatga bormoqchimisiz, turist bo'lsangiz mayli, qisqa vaqtga borasiz. Lekin yashagani, musofir bo'lib bormoqchimisiz, o'rtoqlar, albatta tilini o'rganinglar. Albatta Rossiyaga ishlashga borasizmi, Italiyaga sayohatga kelasizmi, o'qishga kelasizmi, umuman davlat farqi yo'q. Tilini va ozgina madaniyatidan xabardor bo'lish kerak. Ya'ni o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman, Italiyada baribir tilini ozgina tushunganimizdan keyin baribir madaniyatini tushunmasak, ancha baribir Chetlashadi. Italyanlar mana bunaqa sizni yomonlab tashlab, ustingizdan kulib, bir shaxsiyatingizga tegib tashlamaydi. Qanaqa ular rasistlik qiladi? Men bilan Mo'min italyanmiz, chet ellik bola bor, Italyanlar u bolaga qandaysan, yaxshimisan deb besh tashlaydi-da, bo'ldi, boshqa gapirmaydi. O'zaro hamma hangamasini, hamma gapini mazza qilib gapiradi, siz bir chetda turaverasiz-da. Agar madaniyatini o'rganib, tilini gaplashib bilsangiz, sekin oldiga kelib, qo'shilib gapirsangiz, boranaqa demaydi-da. Menda shunaqa bo'lgan. Ya'ni ishda misol uchun yoki boshqa joyda nima haqida gapirayotganini bilmasangiz, men senga nima haqida gapirayotganimni aytib beraman demaydi-da. O'sha uchun sal o'zingiz o'rganib, o'zingizga taklif qilsangiz, ular qabul qiladi. Har doim qabul qilgan, o'zini oladigan kam. Lekin baribir o'sha tili bilan madaniyatini bilishingiz kerak, yaqin bo'lish uchun. Kamida tilini bilish kerak. O'tgan epizodda aytganimizdek, xohlagan davlatga o'qishga, yashashga, uzoq periodga yashashga borganingizda tilini masalan sifr darajalarida yoki nima darajalarda aytganimizdek A2, A1 A2 yo B1 darajasi. Olib chiqib kelsangiz ishingiz tezroq yuradi, o'zingizni experience'ingiz yaxshiroq o'tadi. Bu bo'lmasa, ingliz tilida kelayotgan bo'lsangiz ham, ingliz tilingizni zo'r qilib keling. Hech bo'lmasa international o'rtoqlar qilasiz. Ya'ni hech qaysi tilni bilmasdan turib kelsangiz, shoning o'zingizni chetlashtirib qo'yadi. Ya'ni bir-biringizdan baribir har doim sizni kimdir tilni bilmasangiz, yonida sudrab olib yura olmaydi-da. Uni o'zini davrasi bo'ladi, vaqt o'tib, uni o'zini okrujeniyasi bo'ladi. O'sha uchun til bilan madaniyatni o'rganinglar. O'zi internet hamma joy ChatGPT bilan o'tirib hangama qilib tilni o'rganib olsa bo'ladi o'zi. Shunaqa. Ko'zimga shunaqa ko'rinadi, yomg'ir yog'yapti. Mana eng hayron qoldiradiganlardan bittasi Italiyada qaranglar, quyosh kelyapti, yuzimizga quyosh tushyapti. Kamerada ko'rinami yo'qmi bilmayman, yomg'ir ham yog'yapti o'zi. Sepayapti ozgina. Men bu yoz kunlari qaysidir kafe restoranga o'tirsangiz, parrakda haligi parday qilib yomg'ir aynaltirib qo'yadi-ku. Shunaqada o'zi. Endi kuchayapti lekin. Endi shuni yetsa dala yog'di. Tezontik sharoitini ham qilish kerak ekanda.
Biz bitta studiya o'qiymiz. O'zi boshida o'zimizcha tabiat bilan uyg'ondik dedik, pulimiz yo'q studiyaga borishga. Ama pana topmasam bo'lmaydi. Nerede piknik qiladigandan ham ketadi. Menga normal. Hali ham telefon voda не проницаемый. Maqtab ketyapti telefon. 2 yillik telefon. Aytmasa ham bo'lardi o'zi. 2 yillik telefon endi. Resetka qilib qo'ymagan ekan, shuncha sharoitga. Aka-doktor tegib turib qo'ysa bo'ladi. Yo'q, u bu yoqdagidan battar. Ne? Public bedroom u yoq. O'tirgan joyimni ham qo'l qilaman hozir. Mayli, bu yomg'ir urib tashlaydigan yomg'ir yo'q bo'lmayapti-yu. Bularni sal edit qilib olasizda. Ha, kesamiz bu yoqlarni. Seriyozmi yashib ketmading? Yomg'ir bo'lsa lekin ololmaymiz. O'tib ketadi. Yo'qligimni olib chiqsam bo'ladi. Ryukzakni bosh ustiga qo'yib turing ozgina. Yo'q, hozir normal, hozir kiyimni ham hech qayerga o'tmaydi. To'xtamasa yomon bo'ladi debman. Dalshi. Xudo xohlasa to'xtang. O'zi mana tikkamayapti. Gaplar seriyoz bo'lmayapti uncha. Aqlli gaplar bo'lib ketmayapti. Ha, shuni aniq qilish kerak. Neytrallashish kerak. Neytrallashish kerak. Bo'ldi, davom etamiz. To'xtagan joy deysizlar. Ha, til madaniyat. Maslahatni oxiridan berdik. Endi ozgina boshqa mavzuga o'tsa ham bo'ladi. Shu mavzuda davom ettiramiz-da. Endi odamlarning orasida bo'lgan narsalarni aytdik, masalan. Yo'q, bir patlashgani qo'yib gapiring. Xo'p. Odamlar orasida bo'ladigan gap so'zlarda rassizm haqida gaplashdik. Endi to'g'ri tengdoshlarning orasida hazil-huzul bilan bo'lib ketadigan narsalar ko'p. Endi asosiy bunaqa rassizm emas, tilni bilmaganligingiz, italyan bo'lmaganligingiz, qiyinchiligi, og'irchiligi sizda menda masalan ikkita narsada o'ta kuchli sezilgan. Birinchisi bu qog'ozbozlik ishlarida, ikkinchisi uy qidirishda. Endi birinchi bo'lib hozircha qog'ozbozlik haqida shundoq bir gapirib o'tmoqchiman. Menda masalan qog'ozbozlikda har xil bo'lganda, baribir ham endi vaqtida borib, xohlagan bir ham 100% mana shunaqa qilishing kerak, mana shunaqa qilib borasan deb borib qilsangiz, ishingiz o'tadi, lekin ularga hech qattiq qog'ozbozlikda o'tirgan odam hech qaysi bir ishini yoqtirib qilmaydi-da. Sal bir o'zingizni yalinganday his qilib qolishingiz mumkin. Yalinib, okajonim, mehribonim qila qoling, ishingizni pul to'lab olasiz degan. Endi joyiga ham qarabda. Misol uchun permesso di soggiorno, o'sha aytgan permesso di soggiorno beradiganlar kuniga juda ko'p odam bilan gaplashadi-da. Necha yildan beri siz bilan menga o'xshab problemada borgan odamlar bor-da, ular ko'zi ko'rib qotib ketgan. Bansalarda ham misol o'lim xabarini yuborib turadigan odam ham просто tak xabar sifatida yuborish mumkin-da, uni tushunyapsizmi? O'rganib ketgan chunki u narsaga. O'sha uchun ulardan gila qilmasa ham bo'ladi o'zi. Ya'ni ichingizda saqlamasangiz ham bo'ladi nimadir. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak, lekin yana o'sha mavzuga qaytayapmiz. Tilni bilsangiz baribir ozgina e'tiborliroq bo'lib, vaziyatingizni e'tiborliroq tushuntirsangiz, qaraydi, qilib beradi. Qo'ldan kelgancha yordam beradi lekin. Lekin
excuse me, can you help me desa, Makaga stai parla. ha, nima gap deydi-da. Ha? Scusami, posso fare una domanda desiz, misol uchun. Kechirasiz, bitta savol bersam maylimi desiz, mi diga deydi. Tell me my brother deydi. Tushunasizmi? Farq birdan seziladi-da. O'sha uchun byurokratiya jihatdan Italiya misol immigratsiyada juda ochiq siyosat qilyapti, ko'pchilik kelyapti. Shunga yarasha, shunga mos ravishda baribir bu ishlarni, amaliyotlarni olib boradigan tashkilotlarda ishidan bezish bo'ladi-da. Endi har xil odam keladi, to'g'ri. Uni to'g'ri tushunish kerak. Ammo lekin biroq uy masalasiga keladigan bo'lsak, Va bu voy ancha ichida ma'no bilan ketdi hozir. Chunki Italiyaga yashab 1 yil, misol hozir O'zbekistonda universitetlarda yarim semestrga ham jo'natish ancha omonlashganda Italiyaga o'qishga jo'natish. Даже o'shalar ham bizani dardimizni hozir tushunyapti. 6 oyga yashab ketishga kelganlar ham. birinchi men aytmoqchi bo'lgan kommentariyim, uyni arendaga berish katta biznes bo'lib ketganligi eng muammo, eng og'ir narsalardan bittasi. Ikkinchisi, Italiyada bu narsa uyni arendaga bergan odamlardan ham sal tushunsa bo'ladi. Nimaga desangiz, aytaylik, kimdir uyini, xonani emas, uyini arendaga berdi kimgadir. Keyin u odam aytaylik oilaga arendaga berdi deylik. Endi oila bilan kirdi, bola chaqali bo'ldi, homilador, bola chaqasi bor. Pul to'lamasa ham, bir tiyin pul to'lamasa ham uni uyni egasi naryoqda tursin. Karabinieri o'zbek aytganda militsiya xodimlari ham uydan quvib chiqara olmaydi. Noqonuniy Turgan bo'lsa ham. bola chaqasi bo'lsa, kim nima prezident kelib ham chiqarib olmaydi. Endi u tartib O'zbekistonda ham bor o'zi aslida. Misol yashab Bu turgan, haqiqatdan qiyin narsa-da. yashab turgan uydan chiqarish hech kimni imkoniyati yo'q. Agar chiqarmoqchi bo'lgan odamingizni o'zi keyingi boradigan joyi aniq bo'lmasa-da. Shuning uchun buni o'ta nima qiladi. Keyin bu vaziyatda ham o'zi agar neytral tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bu aslida ham to'g'ri. Misol studentlarni uy topish qiyin demoqchimizda hozirgi gaplarimiz bilan. Aslida bu uzr qo'yasiz. Toshkentda student oqimi katta o'zimizda, O'zbekistonda. O'zimizda studentlar O'zbekistonda joy topishga qiynaladi. Hozir arendatorlar student bo'lsa qo'ymaymiz, faqat oila olamiz deydi. Hozir shuncha gapni gapirdik. Italiya shuncha katta shahar va shuncha katta immigratsiya oqim katta. Har xil millatdan har xil odamlar kelib, har xil ishlarni qilib ketadi bu yoqda. Ularni to'g'ri ham tushunish kerak-da. Yana qaranglar, bilmadim, yana o'sha mavzuga qaytib kelaveryapmiz. Tilingiz mukammal bo'lishi kerak. O'zingizni qanaqaligingizni tushuntirish uchun. Ya'ni siz zo'r, tartibli, odobli, tarbiyali bola bo'lganingizda, taqdiringizda ham u sizni prosta turishingizdan uni bila olmaydi-da. Muammo shunda. To'g'risini ayting. Arendaga kelganda bu to'g'ri, 100% to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Bu prosta men fikrimga qo'shimcha qilib ketay. Tilni bilishingiz ozgina kredit beradi xolos. Ustunlik, ozgina ustunlik beradi. 10 dan 2. Mayli. Chunki mana aytaylik, ko'p studentlar kelganda bizdan so'raydi. Bizdan bu xodimlar ko'pincha so'raydi, men studentlarga aralashmayman. Oga qayerdan uy qidirsak bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Endi subito.it, casa.it saytlari bor. Nima edi? Facebook, Telegram, WhatsAppdagi gruppalardan tashqari bo'lgan ma'lumotlar bergan, so'ralganda saytlarni beramiz. Endi ozgina italyancha bilgan bolalarga beramiz ma'lumotni deb aytamiz. Telefon qil, masalan, mana aytaylik, Rim shahrida
Mana shu zona, bu Tuskolana taraflar. Tuskolana rayonida, Chinachita Tuskolana rayon tarafida chiqdi. Bitta xona, kvartira ham emas. Single xona. Oyiga 450 euro plus kommunalniy uslugalar. Telefon qilasiz. O'zingiz tanishtirasiz. Xona bo'shmi? Da, qachon borsam bo'ladi? Qatlaysiz. Men O'zbekistonlik xalqaro studentman. Nostraneri. Xuddi shu holatda qiz bola telefon qilarki. Yo'q, Yo, e'lon. Boshlamaylik. Birinchidan qiz bolani e'loni 250 euro bo'ladi. Qaranglar. Podcast. Posso parlare? Sì, vieni. Vieni. Prego. Sedete. Figo! Uh, Che diciamo? now we have guests from Italy. Italian girls. Hello, I don't speak English, non capisco niente. E poi basta. Buon lavoro. Buon working. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Menmiyo. Savol berib o'tish kerak. Voy, har doim menga kech tepadi. Nimaga shunaqa? Bu qachon tushib ketdi baqa mikrofon? Hozir turgan tushdiman. Qayerda turuvdi o'zi? Mana bu yerda. Yo'q. Savol berib o'tish kerak edi. Italyan tilini bilsa, bilmasa bolalar bilan gaplashasizlarmi? Deb. Next time. Minor. Next time. Bunaqa savol ham berib. More than minor. Xo'p, mehmonlarimiz sizlarga italyanchada salom yo'llashdi. Shunaqa Italiyada baribir yoshlar qiziqadi. O'tgan safar ham bitta yozganimizda tasib kelib. Zaryadkam ustiga gap qo'ygan. Uni chiqarmadik hali. Tasib kelib, qo'lini ko'tarib, salomlashib sizlarga salom yo'llagan. Xo'p, qizlar masalasiga keluvdik. E'lon gapingiz bo'ldi. Mana gapirdik, shuncha yana rasistlik bor. Haqiqatdan tilni bilmasangiz nima bo'ladi? Mana umuman boshqa tilda gaplasha olmaysiz bu kutilmada, lekin xalqda ochiq ko'ngilligi kelib, mana do'stonaligi kelib salom berib ketganiga nimada? Bahodir aytgandek, yomon xalq yo'q, yomon odamlar bor. Deb shu yomon odamlar haqida gaplashganda landlords. Mana aytdik, o'g'il bolaga 450 euro mana shu rayonda telefon qilasiz, Nostraneri. Boys only deb o'zi erkaklarga e'lon bergan. Keyin undan pastdagisi e'lon xuddi shu rayonda, xuddi shu kattalikdagi e'lon qizlar uchun. Bahodir qancha narxda bo'ladi, qanaqa o'tadi bu narsa? Xo'p, avvalo e'lon qidirayotganingizda e'lonni yaxshilab o'qishingiz kerak-da. Bu e'lon kim uchun? Ya'ni u yerda yozilgan bo'ladi. Oylab qo'yaman, o'zi e'lonning o'zida yozilgan bo'ladi. Oylab qo'yaman, student olmayman, bolalar qo'yaman yoki girls only. Qizlar qo'yaman deydi. Ya'ni bitta uy, bitta rayon, bitta dom, ikkita kvartira rentga chiqarilgan. Bittasi umumiy narxi 450 euro oyiga xonaga men boramanmi, mo'min boradimi? Va xuddi o'sha uyda bitta kvartira, ikkinchi xonasi ham rentga berilyapti. U 200 euro. Girls only. Qizlar uchun faqat. Ya'ni tasavvur qilasizmi? 50% ham razlika o'ynab ketishi mumkin-da, biriga bir. Ya'ni qizlarga arenda 200, bolalarga 400, 450. Hozir bu Italiyada yashab turgan misol qizlar yoki bolalar ko'rayotgan bo'lsa, bunaqa narsaga biz duch kelmadik deyishlaring mumkin. Lekin biz ko'chish haqida juda ko'p harakat ko'rib, izlanishlar olib borganmiz va tajribamizdan kelib chiqib aytyapmiz. Bu bor narsa. O'zbek gruppalarda qidirib, topib, nima qilganlar bor, har xil. Ha, ular misol 450 standart narx bilan ishlaydi-da. Lekin italyanlardan primoy uyda egasidan olmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa holatlar ko'p uchraydi. Endi baribir uyda har xil yashaydi, boshqa qiladi. U narsalarning ham faktorlari ko'p. Qiz bola bilan o'g'il bola har xil yashaydi.
qaysidir qiz bola juda toza, qaysidir o'g'il bola qaysidir qizlardan toza yashaydi. Uni bilib bo'lmaydi, tushuntirib Uni bo'lmaydi. bilib bo'lmaydi-da. Kirgandan keyin o'sha uyni egasi tushunib yetadiki, qiz bola faqat qiz bola yoki hammaga bir xil qilib qo'ysa, hammaga bir xil qilib qo'ysa yutadi. Ya'ni 200 euro kamiga qiz bola qo'ysam, menga uyimni toza saqlasa, hech narsani buzmasa, tinch yashasa, qo'shnilarimizdan jalbi kelmasa deb o'ylaydi va ko'p holatlarda tushunib yetadiki, bu o'zi xato variant o'zi. Ba'zi qizlar o'g'il bolalardan battar yashashi mumkin. Tushunyapsizmi? Bu juda Bir taraflama, o'ta oddiy fikrlashda. Shu fikrlash orqali o'ziga kamroq muammo olib kelaman deb o'ylaydi, lekin o'ylamaydi. Bu yerda uy qidirayotgan xalqaro studentlar qaraydi, saytga ochadi, saytda so'kinmasligiga o'ta kuchli harakat qilyapman. Xuddi shu rayon, xuddi shu mahalla bir domda bitta podyezdagi ikkita kvartirada ikki xil narx. Nima bu endi? Nima qilish kerak? nima qilish kerak? Katta o'qish kerak, uy olish kerak, yoki qayta siltash kerak. Qayta siltash kerak. Uy olaman desangiz undan battarda. Kvartira masalan bitta xona отдельный olaman desangiz, buni ancha osonroq. Ancha osonroq. Chunki o'zimizdan tashqari bo'lgan masalan ishxonadagi tanishlarni nimasiga qaraganda, hayotiga qaraganda bitta kollegamiz ishda esingizda bo'lsa 2 yildan ko'p qidirdi-da. O'zi bilan xotiniga uyga. 2 yildan ko'p. Nechadir agentstvalarga bordi. Shu pullik agentstva. Pul berdi. Hammasiga telefon qilsa, "Xo'p, yaxshi. Nostraneri. Chet elliklarga bermayman" degan. Xo'p. Kimdir "Xo'p, straneriga mayli, rezidensiyaga qo'yib berayman" deydi. Ya'ni Propiska. doimiy yashash joyi qilib bermaydi. Bu uy bo'yicha masalan Chuqurlashib ketdi-ga. Sizlarga qiziqmi? ishqilib eng rassizmga eng ko'p uchraydigan joyingiz Italiyada kvartira qidirish. Kvartira qidirish. Xo'p, bu sonimiz qisqaroq yozishga qaror qilganmiz. Xullas, mavzumiz shu Italiyada irqchilik, millatchilik, rassizm bormi edi. Qisman o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib javob berishga Harakat qildik. Albatta hammaning o'zini shaxsiy tajribasi bor. Biz ham xuddi shunday o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib aytdik. Biz shaxsan menda va Mo'minda ham shunaqa bo'lsa kerak. Hech qaysi dinga, hech qaysi millatga, hech qaysi bir anonga qarshiligim ham yo'q. Men hammaga do'stona odamman va hammani yaxshi ko'raman. Italyanlarga alohida like, ajoyib xat. So'nggi so'zlaringiz bo'lsa? Xullas kalom, qayerga borsangiz ham rassizm, xalq irqchilik nimani minimalga olib borish uchun asosiy tilni o'rganib kelinglar. Shunda ishingiz ham tezroq yurish ehtimoli kattaroq degan fikrga keldik, tajribamizdan kelib chiqib. Sizlar bilan Espresso podkasti bo'ldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Ciao Italiya.